Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektga keldik. Bu yerga tom yopgani keldik. Mana pena-blokdan chiroyli qilib uyni ko'tarib qo'yishgan ekan. Xudo xolasa buni chiroyli qilib tomini yopib beramiz. Mana oldingi yer ayvon qilib 4 metr ayvon chiqazdik. 5 metrga ustun o'rnatdik. Mana 3 dona. Ayvonimiz uzunligi 15 metr. Ustunlarimiz balandligi 4.10. Firmamizni mana tayyorlab oldik. O'zimiz yasadik. Mana har 65 santimetrga bunaqangi temir qo'yib, svarkalab, to'sin mixlagani tayyorlab oldik.